Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun biz Turkiyada asosan idora organlar bulamdı yoki qatnashchilar bulamdı, asosan nurg'ulg'an o'rinlarda lozim bo'layotgan, shart bo'layotgan HES kodu degan bu kodni qanday qilamiz, buni qarab chiqamiz. Odatda bu kodni olishning ikki xil usuli bor bo'lib, birisi telefonda qisqa uchur yo'llash orqali og'ili bo'ladi, ikkinchisi shundoq to'rda yoki telefondagi telefonning to'ridan foydalanib Turkiya Gov.tr degan bu to'r adresidan, ya'ni e-davlat degan Turkiyadagi bu to'rbat adresidan mu og'ili bo'ladi. Bugun biz bu kodni, ya'ni HES kodu degan bu kodni to'rdan qanday qilamiz, buni qarab chiqamiz. Buning uchun oldi bilan e-davlat degan bu to'rbatga tizimlatishimiz kerak. Buningga taqa tizimlatmagan qarindoshlar bo'lsa, buni tizimlash uchun Turkiyadagi PTT degan bu Türkiye'nin poçta telegraf idorasiga borib, shu yerdan buningga shifraladigan gap Turkiyadagi nurg'ulg'an ishlarni mushu to'rbat orqali qilg'ili bo'ladi. Biz bu e-davlat degan shifrani app bo'lgandan keyin kompyuterdan to'rga chiqib qilsak bo'ladi yoki telefonimizdan mushu e-davlat degan telefon app detalini telefonimizga tushirib, mushu bo'yicha mashg'ulot qilsak bo'ladi. Buni tushirib ochgandan keyin hozir ekranda ko'rayotganimizdek bu ekranni ishlaydi. Üstüge Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara yoki iqomat kimlik numarini yazamiz. Astaga şu PTT degan yerdan bergan shifrini yazamiz yoki burun kirib bakkan bo'lsak, o'zimiz o'zgartib olgan shu shifrini musha kirib girish yap degan bu knopkani bosgandan keyin biz boshqa bir ekranga kiramiz. Kimlik yoki iqomat numara va shifrini kirgandan keyin ko'rayotganimizdek bu ekran ochiladi. Hazır qarasak normalda ekranlar shundoq ko'rinadi. Ma sol tarafga qaraydigan bo'lsak, HES kodu üretme ve listeleme deb turadi. Biz bevosita bu yerni besib HES kodu aladigan ekranga kirsakmi bo'ladi yoki izlaydigan yerga HES kodu deb yozsakmi bu yer chiqadi. Undaqda biz bevosita shuni besiblam kerakli. Basqandan keyin mundaq bir ekranni ishlaydi. Asta qaraydigan bo'lsak, yeni HES kodu debdi. Muşunu bassak, bunu basqandan keyin kendi adıma deganni basamiz. Agar o'zimizning kichik bolalarniki bo'lib qolsa, astidagini basamiz. O'zimiznikini bassak, kendi adıma deganni, devam et deganni basamiz. Basqandan keyin ma ochiqlama degan yerga o'zingiz xalab bir narsa yozib qo'ysangiz bo'ladi yoki bosh qolsimi bo'ladi. Masalan, biz A deb yozib qo'yaylik. Undan keyin geçerlilik süresi degan tanlash bor. Bu yerga süresiz yoki süreli. Eğer süresiz deganni tanlasak, taxminan 1,5 yil atrofida bir HES kodu bergan bo'ladi bizga. Sürelerini tanlasak, o'zimiz 1 oy, 2 oy mancha degandek tanlay olamiz. Süresiz deganni tanlasak, agarda devam et deganni basamiz. Shuning bilan hozir ko'rayotganimizdek basharili dedi va HES koduni bergan bo'ldi. Geçerlilik süresi nima debdi? 18 oy 8 kun debdi. Mushu bo'yicha HES kodimizni ola olamiz va har xilgan o'rinlarda mushu HES kodini ishlata olamiz. HES kodini ilish shundoq intayin oson. Yana bir qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet.